أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Bardaziba al-Ju'fi rahimahullah yozgan Jami'ul Musnad as-Sahih nomli Sahihul Bukhari degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu Qur'oni Karimdan qolsa birinchi o'rinda turadigan sahihlikda. Hadis kitobining Kitabul Ilm degan kitobniki 24-bobi. Babu man ajabal futya bi isharatil yadi va ra's degan babga keldik. Xo'sh, endi bu bab bilan oldingi bab bilan bo'lgan munosabati uchuq. Oldingi babda bo'lsa ular ustida turib yoki ularning g'ayrida turib alohida bir fatvo berish uchun bir yerda turib fatvo bersa bo'lamdi degan haqida bab to'xtatgan edi. Endi bu babda bo'lsa fatvoni faqat ig'zo qilgan emas, balki bunday shariat bilan qo'lning ishorati va boshning ishorati bilan fatvo bersa bo'lamdi degan babga bir tarjima keltirdi Imom Buxoriy rahimahulloh. Ve bununla tüvendeki bunu hadisini delil kılıp getirdi. Hem de bu 84. hadis. Ol senedi muttasilimiz bilen İmam Bukhari'ye etken. İmam Bukhari mundaq dedi. Bizge Musa ibn İsmail hadis sözlep verdi. Musa ibn İsmail mundaq dedi. Bizge Vahib hadis sözlep verdi. Vahib mundaq dedi. Bizge Eyyub İkrame'den rivayet kılıp hadis sözlep verdi. İkrame İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet kıldı. İbn Abbas radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünün haccida mundaq sual qilinganligini faqala an sual so'rag'uchi mundaq deganligini rivoyat qiladi. Faqal degandiki qalam deb sayilganida suila fi hajjatihi degan Peygamber sallallohu haccida sual qilindi. Faqala degan ya'ni faqala as-sa'il shu so'rag'uchi mundaq dedi. Zabahtu qabla an armiya men şeytanga taş etiştin burun malını boğuzlap septime yani kurbanlık kılıp septime deydi. Kale İbn Abbas radıyallahu anh dedi fe'evme'e biyedihi kale ve la harac. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünün mübarek kolları bilen işaret kılıp kale ve la harac diyen yok harac yani harac yok dedi, çatak yok dedi deydi. Ama şahideki fe'evme biyedihi kâle. Eğer demiş fe'evme biyedihi yani ve kâle bu vav olgan olsaydı şu çağda qanday bo'lardi? Vav olgan bo'lsa Peygamber Aleyhisselam qo'lini ishorat qildi va mundaq dedi deb men aytdim. Ammo vav bo'lmaganligi uchun hamda buni faqat ikki xil holatdan bir holat bo'lishi mumkin. Biri bu hal bo'ladi. Hal. Ya'ni فأومأ بيده حال كونه قائلا ولا حرج. Peygamber Aleyhisselam la harac degan holda ishorat qildi. La harac degan holda ishorat qildi degan ma'nodamiz. Ya'ni ikkinchi ehtimollik shu desa bu bayon bo'lishi mumkin. Ya'ni atfi bayon. Fa'uma biyadihi qala degan Peygamberimizning qo'lida ishorat qildi. Ay qala va la harac. Ya'ni harac yo'q degan ma'noda ishorat qildi demakchi. Demak bu yerda ikki xil ma'noni bildirdi. Ammo yeni bir rivoyatda fa'uma biyadihi faqala va la harac deb ikkinchi bir rivoyat kelgan. Yeni bir rivoyatda faqala qalaning uni fa kelgan. U chaqda tabiiyki atf bo'ladi u chaqda. Peygamberimizning qo'li bilan ishorat qilibla arqidillar u chaqda fa'il ta'qib bo'ladi. La harac dedi deb ma'no etamiz. Lekin bu vav degan iborat demaydi. Orada fa yo'q iborat cho deganda ya nima deymiz? Halga hamla qilamiz yoki bayonga hamla qilamiz. Va qala va qala endi maydi qala yana bir savol qiladi. Va qala sa'ilun akhar. Yana bir so'rovchi mundaq dedi. Yoki balki shu so'rovchi bo'lishi mumkin, lekin aksar ehtimol boshqa so'rovchi endi bu. Va qala yana bir so'rovchi dediki halaqtu qabla an azbaha. Ya'ni men mal bo'g'izlashdan burun beshimni chutib soldim deydi. Fa'uma biyadihi va la harac. Peygamber Aleyhisselam yüzünün qo'li bilan ishorat qilibla va la harac degan chatoq yo'q dedi deydi. Men bu hadisdagi ma'nosini ilgari darsda sizga tushuntirib bergandim.
Endi mushu hadisdan İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbal qatorli olimlar nima chiqardi? Hajdagi bu tartib, masalan, asli tartib qolsa, Payg'ambar alayhisalom birinchi kelib shaytonga tashatdi. Shaytonga tashatgandan keyin nima qildi? Mol qurbonlik qildi. Qurbonlik qilib bo'lgandan keyin beshini chekni tushirdi. Bu asli tartib. Bu tartibni İmam Ahmed ibn Hanbal, İmam Şafii nima deydi? Sunnat deydi. Sunnat bo'lganligi uchun agar bir odam tartibni tark etib solsa bo'ladi, uningga dam vojib bo'lmaydi. Qon vojib bo'lmaydi. Ammo bizning Hanafiy mazhabidacha bu vojib. Mush tartibning o'zi vojib. Chunki Payg'ambar alayhisalom "Xudu anni manasikakum" degan hadis bu mutawatir darajaga yetib qolgan darajada kuchli hadis hamdir. Haj faoliyatinglarni mendan elinglar degandan Payg'ambar alayhisalom qanday tartib chiqqan bo'lsa, shunda tartib bilan qilish hadisdan eng sahih hadislardan e'lon hukmda vojib hukm chiqadi hadisdan. Anladın? Endi bizning mazhabimizda vojib. Vojib bo'lgandan keyin shuning bilan buningga agar bir odam igizib pasmi, shaytonga tayetishdan burun chechini tushib solsa yoki chashni tushirishdan burun nima qilib solsa, molni qurbonlik qilishdan burun chechini tushib solsa, buningga qon vojib bo'ladi. Mana bu haqda Alloh taoloniki masalan oyatni bor bu haqda. Hatta yablug'al hadi mahida deganniki vala tahliqu ru'usakum hatta yablug'al hadi mahida deganni oyatning ma'nosi nima? Siz boshlanganlarni toki hadiya o'zining mahallasiga yetmaganga qadar chechinglarni tushirmang degani, ya'ni mahallasiga qachon yetadi? Qurbonlik qilib bo'lganda yetadi. Minaga kelib qurbonlik qilib bo'lganda mahallasiga yetgan bo'ladi deydi. Lekin nimalar shu? İmam Şafiilar shu desa, ular ya shu hadiya Makkaga kelib bo'ldimi? Xolos. Uni o'tirmamdi tushisi bo'ldi, bunda ma'no aytadi. Bizniki Hanafi İmam Azam Hanafilar shu anda desa, yo'q, buni ma'nosi unday emas. Buni ma'nosi o'ziniki o'rni yetishgan gap qanday bo'ladi? Bo'g'izlab haramga kirib, o'rni nerede? Haramda. Lekin qachon yetgan bo'ladi? Shu bo'g'izlarga yetgan bo'ladi deydi. Oyatniki bunda ishorat ma'nosi ehtimolli ishga ochmoq. Shu men dedim, bu mazhab qanday shakllanadi? Davomli ishga ochmoq edi. Uning ehtimoli bor, buning ehtimoli bor. Agar uch oyat bo'lgan bo'lsa, unga hech kim inkor qilmaydi. İmam Şafii shunday deydi, İmam Azam shunday deydi. Hali ishga ehtimoli bo'lgandan keyin nima qiladi? İmam Azam bir xil ko'z qarashtirmadi, İmam Şafii bir xil ko'z qarashtirmadi, shu bo'lmaydigan gap. Endi İmam Azam muhaddislarga javob berdi. Bu uch hadis tursa Payg'ambar alayhisalom yerda vala haraj degan tursa, buni nima deb javob berasiz desa, deydiki, bu haj Payg'ambar alayhisalomning avval haji dedi. Birinchi haj. Payg'ambar alayhisalom bir qatma chiqqan. Sahobalarning birinchi haji edi. Hammasi ma'dur edi, hammasi. Chunki bilmaydi. U birisi hammasi bir kin qisasi, odam qisasi ham bilmaganlik uchun Payg'ambar alayhisalom hammasi vala haraj dedi. Payg'ambar alayhisalomga xos edi shu vaqtida. Ammo keyin bilib bo'lgandan keyin din komillish, mukammallish bo'lgandan keyin yana nima bilmamdi uni bilish kerak. Bilmaganlarga qon vojib bo'ladi, uni keyin biladi. Bir qatim damni bo'g'izlasa jo'da yaxshi bo'ladi deydi. Chunki kinkilarga o'zi yo'q-da. Hammadan bilib keladi, olimlar deb turadi. Biz deb turamiz, men tartibni deb turib yine qilsa, buni o'zi yo'q. Payg'ambar alayhisalom bir qatim haj bo'lganlik shuni. Shu sahobalarning uchog'ida nima edi? Ham Payg'ambar alayhisalom hattoki qurbonlikda masalan, qurbonlik masalasida nima degan edi? Qurbonlikda masalan echki 6 oylik to'shmagan narsalar nimaga bo'lmay qurbonlik yaramaydi deganda bir odam bir sahobaga men faqatlan bir 6 oylik faqatlan bayani. Echki qolgan boshqa narsam yo'q deganda sen qurbonlik qil dedi. Sana qurbonlik qil dedi. Shuni bilan sahoba bu shu men uchunmi yo boshqa uchunmi deganda yo'q, faqat sen uchun dedi. Ba'zan hukmlar Payg'ambar alayhisalom shu bir qatim deb qo'ydi, shu faqat shuni hosil qiladi. Bilak odamga bu hukmlar nima qilinmaydi, qoida qilinmaydi. Xuddi shuningdek. Ma ishtimi Payg'ambar alayhisalom la haraj dedi, lekin bilak odamni biz la haraj deb biz demaymiz-da. Chunki Payg'ambar alayhisalom "Xudu anni manasikakum" dedi. Oyatniki isharati bu shu ishorat qilib turadi. Hamma jihatdan bu hajniki bir qoidalik, nizomlik, manasik ekanligini, uni qanday qilsak shunday bo'ladigan ish emas ekanligini bilish kerak. Nima qilsang bo'ladi desa foydasi. Masalan, bu sunnat deb qo'yib uni keyindan bir so'ng baldi shayton tashassam bo'ladi, baldi chechun tushsam bo'ladi desa, xuddi bir faoliyat, qoidasi yo'q, nizomi yo'q shunday bo'lib qoladi bu. Ondan shu qo'yadi. Xuddi namozni xalsanglar, bishimniki to'tiga sunnatni xalsang baldi yo'qlar, xalsang keyin o'qinglar, xalsang shuga to'qonlar xalsang ishga to'qon degan gap bo'lib qoladi. Bu shu nurg'ulg'an nizomsizlik kelib chiqadi bundan. Shuning uchun bu masalada İmam Azam Abu Hanife rahimehullohning mazhabi intayin nizomlik yaxshi deb o'ylaymiz. Taqvodorlikka yaqin. Endi ikkinchi hadis
Ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq degan, bizga Makki ibn Ibrohim hadis so'zlab berdi. Makki ibn Ibrohim degan Imom Buxoriyniki sheyxi qarindoshlar. Imom Buxoriyniki sheyxining ichidagi Xurosondan o'zi eng uzun umr ko'rgan sheyxdan birisi. 100 yoshda yetib ketgan ekan o'zi. Bu kishi men 60 qatim haj qildim degan ekan. Men 60 qatim haj qildim deydi. 60 qatim. Makki ibn Ibrohim degan kishi men 60 qatim haj qildim deydi. O'zi 100 yoshda yetib ketgan ekan. Ya'ni Xurosondagi Imom Buxoriyning Xurosonning sheyxlaridan eng yoshi kattasi, eng cho'ng sheyx ekan. Makki ibn Ibrohim. قال Makki ibn Ibrohim mundaq dedi. Akhbarana Hanzala. Mendikida Hanzala deb sizlar Hanzalatan Bisfyan degan ekan. Unda bo'lsa ayva Hanzala tutnu ayva Hanzala ibn Abi Sufyan. Lekin mendiki nusxada Hanzala deb yozilgan ekan. Sizda nima ekan? Hanzala, ya'ni bu kishi bo'lsa Hanzala ibn Abi Sufyan. Bu zot Salimdan rivoyat qildi. Bu Salim qaysi Salim desanglar, bu Salim Salim ibn Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu o'g'li Salim. Shu bu Imom Buxoriyniki hadis silsilasi sanadi 6 sanad deymiz endi. 6 zanjir. Bu hammasi katta sahobalar. Hammasi shu mesela Makki ibn Ibrohimning so'zladim-ku, Musnid Xuroson deb laqab bor. Musnid Xuroson. Yani intayin meşhur. Bular hem de maşallah tabarakallah. Şunun Imam Buxorining hadislari dunyoga targ'an, meşhur bo'lgan. Nima uchun desa, haqiqatan raviylarininki oltin zanjirligi bor edi. Oltin desak bo'ladi. Men Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan anladım dedi Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu. Peygamber Abu Hurayra radhiyallohu anhu Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem rivoyat qildi. Qol Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem bundaq dedi. Yuqbadul ilmu ve yadharul cehlu vel fitan ve yekthurul harc. Yuqbadul ilm. Peygamber sallam dedi ki, ilim qabd qilib ilinadi, ilim tartib ilinadi degan bo'ldi. Ve yadharul cehl ve cehalet, nadallık ve fitne fasad aşkarı buludu. Ve yekthurul harc ve Adem öldürüş köp buludu. Adem öldürüş köp buludu dedi Peygamber sallam. Endi bu yerda bu şeyga dikkat qilgan bo'lsak, birinchi yuqbadul ilm deb atadi. Bu yerdagi bu hadis bir uzun bir hadisniki davomi. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomatning alomatini so'zlab, qiyomat yaqinlashganda, min ashratis sa'a, qiyomat yaqinlashganda bu yuz bergan alomatning biri ilmning qabz qilinishi. Endi ilm qanday qabz qilinadi? Ilm bir Alloh taolo shunda ilm tatbiq qila olamdi desa, yo'q. Ulamolarning qabz qilinishi bilan ilm qabz qilinadi. Ulamolarni Alloh taolo üç tarafa ep ketadi, vafot topadi. Her bir alim tugab ketsa, shu olimning ilmi hammasi birga ketdi degan gap. Endi bu yerda yana bir savol chiqadi. Unda bo'lsa, ilm tugab ketsa, ayda tugab olim deb o'ylab ketsa, ilm tugab ketdi ekan, shu o'tiradigan chig'imiz bor degan gap chiqsa yaqinda shu. Qiyomatning alomati degan gap yomon alomatlar, yaxshi ish emas. Har bir odam o'zining kuchining yetishicha shu qiyomatning alomati degan gapni nima qilish kerak? Yani onun bir karşılık bildiriş gerek. Yani ilim alimler öyle kesse oturması gerek. Çokum ona ilim yügünüş gerek. Peygamber sallam dedi, eğer bir alim tugab kesse, İslam diniga bir dez, yuşuk, tam payda olduğun sunuk deymiz mi? Biz de dez deb qo'yamiz, sizda nima deydi o? Dez payda bo'ladi. Puchoq sunuk kesir. Jarohat. Ha, yarıq payda bo'ladi. Bu yarıqni faqat nima to'ldirdi onini? Yine shu alim to'ldirdi. Eğer alim olmasa tolmay tutuldu. Alim bolsa onu tutuldu. Demek ki o'g'ini bir qadim alimlab kelsa, hech kim alim chiqmaydi degan gap emas. Unda bo'lsa biz nimaga o'qiymiz? Alim chiqadi, o'qish kerak yani. Shuni o'rnini to'ldirish kerak. Shu ulab ketgan alimniki ilmlarini o'rganish kerak. Ulab ketishdan burun alimlarning qadr qiymatini qilib, ilm o'rganish kerak. Shuni qilgan vaqtimizda uni kenidan bu alimning o'lgan bo'lmaydi. Alim tugab ketgan bo'lmaydi. Agar alimning birisi ulab ketsa, onun hech qanday bir talib, hech qanday bir ilmi taqalmagan bo'lsa, bu haqiqiy o'lgan bo'ladi. Ammo bu kitob yozgan bo'lsa, mesela İmam Nevevi deymiz mesela, Riyad-ı Salihin degan kitobni yozgan. Bu kitob dunyoga mashhur bo'lib ketdi deymiz mesela. İmam Buxoriy mesela, dunyoga mashhur bo'ldi kitobi. O'lmadi mesela. Biz o'qib turamiz mesela. Tushundinglarmi? Talibdan o'rgatgan bo'lsa mesela, İmam Azam Abu Hanifa rahimahulloh, İmam Abu Yusuf, İmam Muhammad, İmam Zufar degandek 40 tane mujtahid olimni tarbiyalagan edi.
Aşı İmam Azam'ın mezheplerini bütün dünyaya tarqatdı. İmam Azam ölmedi degan gap yani. Tushundinglarmi? Aşuniki kitap, yazıp koygan kitabı, üretip koygan taliplari aşını davamlaştırgan müddetçe ölmegen boludu. Sadakat jariya boludu. Nami davamlı tillar dastan boludu. Biz dua qilamiz. Yuqbadul ilm ve yadharul cehl ve fiten. Endi ilim qabz qilinsa qanday bo'ladi? Tabii ki lazım. Bununla yelzamu min qabdil ilm nima zuhurul cehl. Tabii lan cehalet aşkara bo'ladi. Olimlar vafot bo'ldi, tumaydi olim tumaydi, jahillar aşkara bo'ladi. Jahillar hammasi yuzi oxirin damollar bo'ladi. Jahillar damollar bo'ladi. Cahillar mescidlerge imam bo'ladi, jahillar doktor bo'ladi, jahillar işlerining boshlig'i hammasi jahillar chiqadi. Vel fil uni keyin jahil chiqqandan keyin orqadanlar nima chiqadi? Fitna fasod chiqadi. Hukmda bular kitoblar bo'yicha hukm qilmaydi, sunnat rasululloh bo'yicha hukm qilmaydi. Yoki kitoblarniki zahirsiz qarab obdan tushunmasdan hukm qiladi. Shuning bilan qarama-qarshilik chiqib fitna fasod kelib chiqadi. Ve yaksurul harcu. Endi harj degan gap asli bu nima tilniki? Habash tilidan kelgan gap asli. Habash. Asli arab tili emas, harj. Arab tilidan arab tilidagi ma'nosi boshqa. O'ldirish degan ma'no bu nimadan kelgan? Habash tilidan kelgan. Shuning uchun shu arab tilida shu ma'no bo'lmaganligi uchun sahobalar Rasulullohdan deb so'raydi. Va ma huval haraj deb so'raydi. Agar arab tili uchiq bo'lgan bo'lsa edi, Rasululloh so'ramagan bo'ladi, nima? Sahobalar so'ramaydi, tushungan bo'ladi. Tushunammi? Mesela Habeş tilida qatl degan bo'ldi ekan. Nima degan? Harj degan. Qila ya Rasululloh va mal harju. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga deyildi, ya'ni sahobalar so'radiki, harj degan nima ya Rasululloh? Harj degan nima deb so'raganda, faqala hakaza bi yadihi faharrafaha. Faqala hakaza bi yadihi. Mana mishadik faqala hakaza bi yadihi. Payg'ambarimiz bizning qo'li bilan shundoq ishorat qildi, faharrafaha degan gap, ya'ni faharrakaha. Qo'lini midilat hareketinde. Bir rivayatta şunday qildi degan bo'ladi. Mana kallasi chapdi, bir rivayatta o'tdi. Ishqilib, ya mana shunday ishorat qildi, qo'l harakatlandi degan ma'no tushdi. Yoki bunda ishorat qildi degan bo'ldi. Ishqilib, ikkinchi harakatlanadi. Qachon qala kelib, qalaning keyin ba kelib qolsa, qaladan keyin qala ba deb kelsa, ishora ma'nosi bo'ladi. Qala ba deb kelsa, buni biz ishorat qildi deb ma'notimiz. Bu bir qoida. Qalaniki keynidan arqadan bahr kelib qolsa, buni biz ashara deb ma'notimiz. Yani faqala hakaza bi yadihi faharrafaha. Payg'ambar alayhisalom o'zining qo'li bilan shunday ishorat qilib, faharrafaha degan ay faharrakaha. Qo'lini harakatlantirdi. Ka'annahu yuridul qatl. Xuddi Rasululloh o'ldirishni iroda qilgandek. Demak, harj deganning ma'nosi nimadan kelgan ekan? Habash tilidan kelgan, qatl degan gap ekan. Lekin Payg'ambar alayhisalom mana buni biladi, maşallah tabarakalloh. Lekin sahobalar uni bilmaganlik uchun, bu arab tilida qo'llanilmagan bir til bo'lganligi uchun harj degan nima ya Rasululloh degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom qatl deb ishorat qilib ko'rsatib qo'ygan. Demak, endi bob bilan bo'lgan munosabatni qaraydigan bo'lsanglar, bobda Payg'ambar alayhisalomniki bab nima degan edi? Fatvoni qo'l ishorati bilan, bosh ishorati bilan bas bo'lamdi deganda, birinchida fa'uma bi yadi qo'llar ishorat qildi deganda, bo'ladi ekan degan ma'no chiqdi. Ma'lumotimicha Payg'ambar alayhisalom o'ziniki qo'l bilan ishorat qildi degan edi, sena o'sha hadisda chiqdi. Tamam, ya bunday qildi, ya bunday qildi degan chiqdi. Endi bablar 3-hadisda nima chiqdi qolgani? Ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy bunday degan. Bizga Musa ibn Ismoil hadis so'zlab berdi deydi. Musa ibn Ismoil bunday dedi. Bizga Vuhayb hadis so'zlab berdi. Vuhayb bunday dedi. Bizga Hisham hadis so'zlab berdi. Hisham Fatimadan rivoyat qilib, bu Fatima qaysi Fatima desanglar, bu yerdagi Fatima ya'ni Hishamningki ayoli. Fatima bintil Mundir bin Zubayr. Fatima hadis so'zlab berdi. Fatima Esma radhiyallohu anha. Bu Esma bo'lsa Esma bint Abi Bakr Siddiq radhiyallohu anha. Ayşe Siddiq radhiyallohu anhaki qirindishi. Esma radhiyallohu anhadan rivoyat qildi. Qalat Esma radhiyallohu anha bunday dedi. Ataytu Aishata ve hiye tusalli. Men Ayşe Siddiq radhiyallohu anhaning qishig'i keldim. Halbuki u tusalli degan namoz o'qiyotdi. Faqultu, men bunday dedim. Ma sha'nun nas? Kişilerin hali nima? Yani kişilerge nima bo'ldi? Xaloyiqlarga nima bo'ldi? Yani çünkü bu vaqtida kun tutilgan ekan. Kun tutilib hamma kishilar intayin aytdi. Çünkü Peygamber alayhisalom qachon kun tutilsa, xusuf bo'lsa, masalan, Bakr Rasulullohniki chiroyi chiqib ketadi.
Ta ki gün içilip boğucu Peygamber Aleyhisselam çırağı içilmeydi. Bek bir an bulup getirdi. Çünkü bu bir Allah Teala'nın bendelerini korkutulan alametleri. Bu ayetani tuhawwifu bihima ibadehu diyen bir hadis var. Bu künneki el-husuf vel-kusuf. Gün tutuluş, ay tutuluş diyen iki alamet bulup Allah Teala bu iki alamet bilen üzerindeki bendelerini korkutudu. Bendeleri mandırıp kaysunda. Şuna Peygamber Aleyhisselam ta ki gün tutulup asligi qaytib bo'lmoqcha nima qilmaydi, chiroyi ochilmaydi ham namoz o'qishga buyurilgan edi. Shuning uchun kun tutilish namozini shu uzun o'qiydigan gap. Toki shu nima kun ochilib bo'lmoqcha uzun o'qiydigan gap. Mana shu vaqtida ular namoz o'qiyotgan ekan. Oysha roziyallohu anha. Demak bu yerda kun tutish husub namoziga ayollarni qatnashsa bo'ladi, qatnashadi degan gap chiqdi bu yerda. Oysha namozga qatnashgan ekan aynan. فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ Kişiler nima bo'ldi desem فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ Yüzünün asmanı işaret kıldı. Şunda kılıp asmanı işaret kıldı. Demek biz miyad nemini bildik. Babniki kol bilen işaret kılış ve beşi bilen işaret kılış degan tercüme kelgan. Delillerde dese kol bilen işaret kılış iki edisi çıktı. Hem de baş bilen işaret kılış demedi Ayşe radhiyallohu anha. Şunda namaz durup şunda asmanı işaret koydu. İşaret dedi ki sual fatva diyen nima? Yani so'ralgan sualga dini jihatdan javob berish degan gap. Ayşe radhiyallohu anha javob berdi. Bir sual kelsa, bu Ayşe radhiyallohu anha ekan, bu Rasululloh emas ekan bu desa, Ayşe radhiyallohu anha'niki javob berganning o'zi. Rasululloh aytadi, "Ba, agarda namoz o'tirib shunday bir shariat qilsa, bo'lmaydigan ish bo'lsa" deydi. Payg'ambar alayhisalom darhol Rasululloh namozda turib, oqidatini ko'rib turgan Rasululloh Ayşe radhiyallohu anha xatoligini darhol inkor qilib turgan bo'ladi. Bu sunnat taqririyani qatoridan shunga buni yo'lida mushuma yana bir tarjimaga delil hisoblana oladi deydi. Fa asharat ila as-sama'i fa idha an-nasu qiyamun. Nagahan fayda degan ida mufajaa. Yani nagahan sizlar nima deydi nagahan deganni bilmayman hamda shu mufajaa, ha? Qo'qqiston. To'satdan deganni Qo'qqiston deysizlarmi? Ha, Qo'qqiston desan bo'ldi ekan. Fa idha an-nasu qiyam degan shunda qarasa kishilar hammasi qiyamun degan qiyam qilayotgan. Bu yerda qiyam degan masdarmi nima vallah? Deb anglachu. Qiyam degan nima? Qiyam degan hal tadruna mal qiyam? Qiyam degan asli masdar. Lekin qaimunning ko'pchilik shakli qaimun sifa mushabbaha bo'lganda, ism fa'il bo'lmay, sifa mushabbaha bo'lganda buni qiyam degan ko'pchilik bor. Chunki Qur'oni Karimda bir qancha ayat kelgan. Allazina ma yabituna Aşağı ayet okunsiz. Qiyama degan ayet. Ha, sujjadav va qiyama. Allazina yabituna li rabbihim sujjadav va qiyama. Ha, bu şu ayet. Aşağıda qiyama deb keldi. Sujjadan qiyaman degan gap. Ha, demak qaimunniki ko'pchilik ekan mavzu. Sifa mushabbahan degan gap. Uni kenidan yana bir qancha yerda Qur'on Karimda qiyam deb kelgan ekan. Bu shu qaimunning ko'pchiligiga 2-3 yerda o'ylab topsangiz qaim dedi, ona ko'pchilik qiyam deb keltirilgan. Yeni birga Peygamber Aleyhisselam'daki dastlabki Medine'ga borgan vaqtida sallu bil-layli wan-nasu niyam degan yerdagi mana shu qiyam degan yer o'xshash. Niyam, qiyam, naimun o'ylab qo'yinglar. Niyam. Aslida naimuna ning ko'p niyam xuddi shunga o'xshaydi. Bu yerda shu fa idan nas qiyam degan ya'ni qaimuna degan bo'ldi. Lagan xaloyiqlar hammasi qiyam qilayotgan holatda faqalat subhanallah. Şunu bilan shu sababdan demakchi men fa ta'lil deb ataladi. Shu sababdan Fatima Asma radhiyallohu anha subhanallah dedi. Subhanallah dedi. Qultu aya. Yani dedim ki ayetun degani yani hiye bu alametul azabin nas yani kişilerin azaplaşının bir alameti mi bu? Ayet degan manası. Yani bu kişilerin azaplaşının alameti mi bu? Deb şunda desem fa asharat bil asiha. Yoki bo'lmaydi faqalatdiki ma'damirni silazir Ayşe radhiyallohu anha qatsan olgan. Faqalat subhanallah. Osmonga ishorat qildi fa idan nasu qiyamun. Kishilar hammasi qiyam qilgan faqalat subhanallah. Demak ha, miyadagi maqolat asharatdan holgan qardoshlar. Ya'ni mishada Ayşe radhiyallohu anha
osmonga qarab, ya'ni subhanalloh degan holda ishorat qildi. Ya'ni asharat qoilatan subhanalloh. Oysha roziyallohu anha qanday ishorat qildi? Subhanalloh degan holda ishorat qildi. Demak, bu hadisni nima chiqdi sana? Ya'ni ba'zan yerda ayollar tasbih aytsa-mu, endi joiz degan hukm chiqdi bu yerda. Faqat bizda yana bir yerda chiqdiki, at-tasfiqu lin-nisa va at-tasbihu lir-rijal deyilgan. Chavak chelish namozni bilmasdan o'zbasa, chavak chelish ayollar xos, subhanalloh deyish erkak xos degan ish bormi? Hadis va uchuqda. Bu yerdan bir savol kelishi mumkin. Oysha roziyallohu anha nima subhanalloh deydi desa, qanday edi joiz desa, agar ayol kishi bo'lsa, ya'ni er kishi anglamaydigan bo'lsa ovozini, endi ayol kishi bo'lsa joiz subhanalloh deyish. Chunki nima Asma roziyallohu anha, Oysha roziyallohu anhaki qirindishi edi. O ayol kishi subhanalloh deganda kim angladi? Asma roziyallohu anha. Lekin er kishilar bayada shu deganda, u chaqda shunda chavak chaladi. Unda subhanalloh demaydi. Shunga hadis qarama-qarshi kelmaydi bu. Qultu aya. Men dedimki aya degani ya'ni bu alomatmi bu? Yani kishilarni azoblash uchun bir alomatmi bu deb savol berdi. Aya demakchi bu yerda. Aya degani aya yani bu bir alomatmi? Yani bu kunning tutilishi kishilarni qo'rqitish uchun bir alomatmi? Deganda fa asharat bi ra'siha ay na'am. Men tig'mush keldi dedi. Bi ra'siha bashara ishoratisi bilan degan tig'mi ra'siha degan gap. Beshi bilan ha deb ishorat qildi. Faqumtu shunu bilan qumtu degan o'rnimdan turdim. O'rnimdan turdim, ya'ni namozga turdim demakchi bu yerda. Faqumtu lis-salat demakchi. Namozga qiyam qilib turdim. Hatta alani al-ghashyu degan gap, hattoki alani ma'zi g'alabani degan bo'ldi. Hattoki menga behushlik g'olib bo'ldi. Behushlik, g'ashlik, behushlik bilasizmi? Ya'ni hushidan ketish, aylanib ketish, hushidan ketish. Menga ya'ni shu hushidan ketish g'olib bo'ldi degan gap, aylanib ketdim demakchi emas, ya'ni beshim aylang'udi dedi. Beshim cho'kinib, ya'ni oz qoldi demakchi. Kittu an ushi alay. Menga behushlik yetkili oz qoldim. Nima oz qoldim deysa deganda, chunki faj'altu asubba ala rasil ma degan. Ya'ni men beshimga suv quyib o'tirdim deydi. Agar aylanib ketgan bo'lsa beshim suv qo'ya olamdi. Hushidan ketganda beshim suv qo'ymaydi. Demak, bu yerda shu hushidan ketganda oz qolgan ekan. Ya'ni shu sababdan beshim suv qo'yib turib, nima qilgan ekan. Endi yana bir savol kelishi mumkin. Bu namozda yamancha harakat qilgan bular. Men harakat qilsa bo'lamdi desa, bu islomning 5ida hattoki salom qaytarishni ruxsat edi namozda. Lekin assalomu alaykum desa, va alaykum assalomda namoz turib salom qaytarishma ruxsat edi. Hattoki assalomu alaykum ya Jibril, assalomu alaykum ya Mikail deb hatto farishtalarga ham salom qilar edi. Keyin vaqumu lillahi qanitin degan oyat nozil bo'lgandan keyin hammasi amalni qoldirildi. Vaqumu lillahi qanitin. Ya'ni sizlar Allohga sukut qilgan, qanitni emas, sakitin degan bo'ldi. Ya'ni shu turgan holda qiyam qilinglar degandan keyin shuning bilan namozda boshqa harakatlar hamma cheklandi. Payg'ambar sollallohu nima dedi? Bu namozda boshqa harakatlar yarmaydi, la yasluh. Ya'ni boshqa harakat qilsa bo'lmaydi degan. Va hamma hadislar bilan oyatlar birlashib, namozda boshqa amaliy kathir harom bo'ldi shundan keyin. Namozni faoliyatini sirt ishlanmasa namoz cheklanadigan bo'ldi. Ma'u shu cheklanma ketishdan burungi holat. Tushundinglarmi? Fahamidalloha an-nabiy sallallohu alayhi vasallam va asna alayhi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa hamd etdi va asna alayhi va Alloh taolo sana etdi. Endi sizdan bir savol kelishi mumkin. Hamd degan sana emasmi? Hamd etdi degandan keyin nima sanatni keltirdi desa, hamd degan sana, lekin sana degan hamd emas. Hamd degan sana, lekin sana degan hamd emas. Faqat hamd emas. Ya'ni ichki narsa al-umum va xususiylar bor. Hamd degan sananing ichidagi bir turi. Sana degan joy hamd, sana, madh, shukr hammasi kiradi. Sananing ichiga shukr, madh, hamd uchuni kiradi. Hamd degan joy xos. Shuning bilan fahamidalloha va asna alayhi degan ma'nosi nima deymiz buni? Atfu al-am al-khas. Min babi atfu al-am al-khas. Thumma qal, undan keyin mundoq dedi. ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا. ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا. بجد ما من شيء من زائدة من للتأكيد. ما شيء ما شيء دينجب لا شيء دينجب. لم أكن أريته دينجب. ما من لم أكن أريته دينجب ما من شيء صفته. لم أكن أريته صفة ما من شيء موصوف. يعني من كرستلمگن. Men ko'rsatilmagan hech qanday bir narsa qolmadi.
Men ko'rsatilmagan hech bir narsa yo'q. Men bo'lgandan keyin hech deb aytamiz. Minni ta'kid shun bo'lganlik uchun hech degan ma'no qo'shamiz. Men ko'rsatilmagan, Alloh taolo menga ko'rsatmagan hech bir narsa yo'q. İlla ra'aytuhu fi maqami hada degan agar illa degan inkan agar Alloh taolo menga ko'rsatmagan narsa bo'lib qolsa ra'aytuhu fi maqami hada men mushu o'rnimda mushu namoz o'qib turayotgan mushu holatimda mushu o'rnimda ko'rdim o'sha ra'aytuhu degan gap ya'ni o'z ko'zim bilan ko'rdim degan gap bo'ldi ra'aytuhu masalan payg'ambar alayhisolamning oldiga masalan ehtimol ya'ni tamom oldiga suratlar hammasini Alloh taolo suratga kelgan bo'lishi mumkin masalan payg'ambar alayhisolam yeni bir hadisda payg'ambar alayhisolam shunday qulni sunna namozda turib uni keyin birdan turib keyniga yondi keyniga sahobalar keyin so'raganda ya Rasululloh siz nima uchun unday qildilar deganda jannat ko'rsatilibdi jannatning uzumlaridan sizlarga birini apilida qilamiz sungandim deydi do'zax ko'rsatilganda do'zaxdan nimasidan hayvatidan keyin qo'rqib yondim deydi payg'ambar alayhisalom shunda uch holatda ko'rsatilgan edi hattal jannati van nari endi mushadiki mushu rivoyat uch xil rivoyat joiz hattal jannati van nari hattal jannatu van naru hattal jannata van nar ya'ni endi birinchi hattal jannatu van nar deganda nima qanday aytamiz buni desa u chog'da hattal jannatu van nar deganda jannatu mubtada bo'ladi mubtada mahzuful xabar xabari mahzuf bo'lgan mubtada ya'ni hattal jannatu mar'iyya van naru mar'iyya degan bo'ladi hatto men shu maqomda hamma narsani ko'rdim hatto jannatmi ko'rildi do'zaxmi ko'rildi degan ma'no bo'ldi mavud hatto jannatu van naru degan iboratning ma'nosi bo'ldi hatto jannata van nar bo'lganda cho'q degan u joqda 5 ga atib bo'ladi hatto u joqda harf atib bo'ladi ja'al hujjaju hatta al mushatu degandek 5 dagi fa'il maf'ul bo'ladi u joqda ya'ni ila ra'aytu hu ga atib bo'ladi hu men uni shu o'rnimda ko'rdim hatto jannata van nar hatto jannatni ko'rdim do'zaxni ko'rdim u joqda maf'ulun bih atib bo'ladi endi hatto jannat va nar bo'lganda hatto jar majrur joqda akaltu samaka hatta ra'siha degan gapman jannat do'zax qadar ko'rdim degan bo'ldi jannat va do'zaxgacha hammasini ko'rdim degan bo'ldi shu har bir iborat bilan tarjima o'zgarishi kerak o'zgarmasa tarjima bo'lmaydi tarjimani o'zgartirish kerak biz hatto sizlar o'zingizning tili bo'yicha har bir i'robning tarjimasini ayirib olsangiz kerak fa'il bo'lsa bunda tarjima qilaman maf'ul bo'lsa bunda tarjima qilaman nima bo'lsa majrur bo'lsa bunda tarjima qilaman anda bo'lgan vaqtida uni keyin siz tarjimani o'rgangan bo'lsangiz bo'lmasa ishqilib tushunib olsanglar bo'ldi yo'q bo'lmaydi bu sizlar bu joqda mutarjim bo'lasizlar ammo bunda oyliq vaqtlarda muhaqqiq bo'lasizlar muhaqqiq bilan mutarjimning osmonsiz bir farqi bor fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum gapmi fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum shuni olib menga shu namozda turib shundoq vahiy qilindiki annakum tuftanuna fi quburikum sizlar qabrlaringizda fitnaga tashlandingizlar sizlarniki qabrlaringizda fitnaga tashlanadiganliginglar menga vahiy qilindi misla aw qariba bu yerda ikki iborat misla aw qariba yana bir rivoyatda mislan aw qariba yana bir rivoyatda misla aw qariban shu xil rivoyat bor hammasi bilmadi lekin misla aw qariba la adri ay zalika qalat asma ya'ni asmadan rivoyat qilgan ravi kim Fatima shundaymi Fatima deydiki asmaniki misla dedimu yoki qariba dedimu bilmayman shak qilyotdi ikkisini birida ish qilib mislat masih dajjal ya'ni misla min fitnatil masih dajjal aw qariba min fitnatil masih dajjal ya'ni sizlar qabringlarda xuddi masih dajjalning fitnasiga yaqinlab qoladigan yoki masih dajjalning fitnasiga o'xshab ketgan shundoq bir fitnaga tashlanasizlar xo'sh deb shunday dedi demak bu hadisni yana nima ish qildi qabr azobining haqiqatligini qabrdagi so'roqlarning haqiqatligini qabrda olim barzaxda boshqa bir hayotda turadiganligimizni mushu hadisdan chiqyapti tushundinglarmi chunki mo'tazila guruhi bir muncha firqalar inkor qilgan shuni u dalil bu qarshi dalilimdi yuqalu ma ilmuka bi hadha ar-rajul yani nima deyiladi desa qabrda deyiladi ma ilmuka bi hadha ar-rajul ma adamga nisbatan sening ilming nima xabaring nima ya'ni bu odamni bilamsan bu odam kim bu odamning xabaring bormi deb yani payg'ambar alayhisolamning suratini keltirib bu odam kim bu odamning haqida nima bilimlarni bilasan nima ma'lumotlarni bilasan deb so'raydi fa ammal mu'minu abul muqinu amma mu'min yani ma javidin nima shak amma ya mu'min yoki muqin jazmiyat qiluvchi chin qalbidan ishonguvchi
Nima deydi o? La adri ayyuhuma qala Asma. Qalat Asma. Fatima deydi ki Asma'nın mushkisini qaysini deganligini bilmayman. Fayaqulu huwa Muhammadun. Huwa Rasulullah ja'ana bil bayinati vel huda fa'ajabnahu wattaba'nahu. Huwa Muhammadun. U bo'lsa Muhammaddir deb 3 qatim dedi. U bo'lsa Muhammaddir deb. Fayuqalu fayaqulu huwa Muhammadun. Endi nima deydi bu odam? U bo'lsa Muhammaddir, huwa Rasulullah. U bo'lsa Allohning rasulidir deb shunda deydi. Ja'ana bil bayinat. Bizga uch oshkor mo'jizalarni elib keldi. Bayinat degani hujjat, dalil, isbot, mo'jizalarni elib keldi. Vel huda hidoyatni elib keldi. Fa ajabnahu degan gap qabillar nubuvat degan bo'ldi. Uni ijobat qildik degan, ya'ni uning payg'ambarligini qabul qildik. Vattaba'nahu, unga ergashdik degan gap, ya'ni bizga olib kelgan hidoyatiga ergashdik. Huwa Muhammadun deb 3 qatim deydi gap. Huwa Muhammadun, huwa Muhammadun, huwa Rasulullah. 3-chi qatimda huwa, 3-chi qatimdagi huwa Rasulullah. 2 qatim huwa Muhammadun, birisi huwa Rasulullah. Chunki 5ta huwa Muhammadun huwa Rasulullah deydi dedim-a. Shuni bu yerda ijmoliy shaklda huwa Muhammadun deb 3 qatim deydigini huwa Muhammadun deb huwa Rasulullah deb 3-chi qatimda shunday deydigan bo'ldi. Buni Badruddin Ayni shunday ko'rsatgan. Fayuqalu nam salihan. Unga nam salihan degan gap, nam hala kavnika salihan. Sen yaxshi holatda uxla. Nayt yaxshi holatda uxlagan. Qad alimna in kunta la muqinan bi degan gap. Biz haqiqatan mu innaki in muxaffaf an al-thaqil, yani inna ash-sha'na degan bo'ldi. Innahu qad alimna innahu kunta la muqinan bihi. Biz sening u payg'ambarga chin qalbingdan ishongan ekanligingni biz bilatdik. Haqiqatan bilatdik. Ve emmel munafiq evil murtab. Amma munafiq yoki murtab bo'lsa, endi bu yerdagi munafiq murtab degandan keyin la adri ayu zalika qalat Asma. Asma shuni qaysi birini deganligini bilmayman dedi. Emmel munafiq degan bo'lsa, buningki qarama-qarshi bo'ladi o mu'min. Mu'minning qarama-qarshi munafiq bo'ladi. Agar murtab bo'lsa-chi, murtab nimani? Muqinning qarama-qarshi bo'ladi. Endi la adri ayu zalika qalat Asma. Bu yerda 5-tikida men ayya zalika degandim ha. Şunun qaysini deganligini bilmayman deganda. Endi bu yerda ayyu zalika degan, ayyu zalika dedik. Endi ma bu la adri ayyu zalika qalat Asma bo'lsa, o chaqda ma ayyu mubtada bo'ladi o chaqda. Ayyu mubtada, buning xabari qalat Asma. La ayyu zalika degan nima? Uning qaysi qalat Asma, Asmaning so'zi deb chaqda. Qaysi Asmaning so'zi ekanligini bilmayman deb chaqda ayyuni mubtada, endi mana qalat Asmani xabar qilib bu chaqda ayyu zalika deb qo'yiladi. Fayaqulu la adri. Avu deydiki men bilmayman deydi. Sami'tun nasi yaquluna shay'an faqultuhu. Men kishilarniki bir narsa da'vat qilganligini anglagan edim. Faqultuhu anusun degan edim. Lekin bilmayman deydi. Shuning bilan uningga tushuntirdim bo'lgan to'qmoqlar bilan shunda urildi. Hukm talqon bo'lib ketdi. Uniki endi buniki shu qabrisi qisilib qo'ydi. Qisilib ketdi. Shuning bilan bu menda qiyomatga qadar menda azoblanib turdi degan. Alloh taolo bizni panoh bersin bu azobdan. Qabrimizga savolimizni Xudoyimiz oson qilsin. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu taala va sallama ala xayri xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.